Şeceresi namlıq tarihi romanının davamını anlatımız. Oldumuzga böre çıktı. Bu yaxşılıkның alameti. Qadimki ajdodlarimizni ko'k böre nijotlik yo'liga boshlab mangandek ish bo'ldi. Endi safarimizning qutlug' bo'lishida shak yo'q. Topqaç degan topqaç, biz degan turk. Bizning o'zimizdan tutgan yo'limiz bor. Bizning e'tiqodimiz boshqa. Padişahimiz Sozul Alilri özünün arzulu kızını sizlarga yotliq qilish orqali do'stligimizni yanama kuchaytmoqchi bo'ldi. Tangri o'g'li Xanshenzunga bo'lgan cheksiz sadoqatimiz bilan jon familiyaliklar jamiyatini yo'qitib, o'rnini qutqizish uchun yurish qilyapmiz. Ushtum-to'rt qirg'izlar kelib qoldi. Biz qo'shinlarimizni birlashtirib jangga chiqaylik. Hozirgi birinchi ishimiz jang qilish. Ula Uyg'ur ekan. Uyg'urcha so'zlashyapti. Necha kundan beri musofirchilikda yetimsirab yurgan Qutatmish ularni ko'rib bu yerdan ketolmay qoldi va shu meyxonaga kirib ularga salom berdi. Kel, biz bilan birga o'tir. deb taklif qildi ularning ichidagi yeshi cho'ngroq bo'lgan budur soqolliq kishi. Qutatmish ularning orasiga qisilib, yo'lanchiksiz o'rindiqqa o'tirdi. Shira ustiga bir ko'mzak may va ikki tovoqda beliq va o'rtak go'shi keltirildi. Sumruq surti tushirilgan janon chinalarga may qo'yildi. Ba'zilar cho'ki bilan, ba'zilar qo'llari bilan g'izoga tutish qilishdi. Yiliqi budur soqolliq kishi bir chini mayni bir ko'tirishda ichayotgandan keyin Qutatmishga murojaat qildi. Ay Botir yigit, nadin kelding? Seni bu shaharda ko'rmagan edim. O'rxun tarafdan keldim. Mundoq degan. Haqiqiy Uyg'ur ishkansan-da. Shundoq. Bu yerga nima qilg'ili kelding? Savdogarmisan yoki karvonchimi? Yo'q. Men savdogarman emas, karvonchimi emas. Bir yetim musofirman. Budur soqolliq kishi ikkinchi chinini ko'tarib va tovoqdagi o'rdakning bir putini yo'lib olib, ishtaha bilan g'ojilashga boshladi. Musofirman degan. Undoq bo'lsa, biz bilan ketgan. Qarasam, xeyli qovul bo'ladigan boladek ko'rinasan. Sizlar nega bormoqchi? Fanyonga. Fanyon degan na u? Bu yerdan yiroqdagi bir oymoq. U yerga berib nima qilamiz? Budur soqolliq kishi 3-chinidagi maynimi to'xtamasdan sumirib-atdi. Ishcha! deb unli xitob qildi u. U xeyli tangshilib qolgan edi. Qutatmish oldidagi chinini bir ko'tirishda bo'shatdi. Yaraysan. Ay, sen texi Fanyonimi bilmaydi ekansan. Fanyonga nima qilg'ili bordiganligimizni tushunmaydi ekansan. Biz Fanyonga erkin yayrig'ili bor emas, Anlushenga qo'shilg'ili bor emas. Endi tushungansan? Qutatmish Anlushen degan ismni anglab cho'chib ketdi. U savdo karvoni bilan bu yoqqa kelayotganda shu Anlushenning qo'shiniga tutqun bo'lganligini esladi. Lekin chandurmadi. Anlushenni ko'rganligini aytmadi. Yo'q, tushunmadim. Anlushen degan kim? Anlushen degan Fanyon diyorining hirovuli. Vazir ko'kturuk va so'g'diylarni qanot ostiga ilib, cho'ng ish tavratmoqchi bo'lyotdi. Endi u tushungansan? Yo'q, zoda tushunolmadim. Hay, tozimi sodda nima ishkansan-da? Shu ishlarni bilmay, nalad yurgan ahmoqsan. Shirani cho'ridab o'ltirib may ichayotgan haqin soyilar paraqlab kulib ketishdi. Har kim o'zi bilgancha og'il-tog'il so'ziga turdi. Toza sodda nima ekan? O'rxon bo'ydin kapta emasmi? Yayloq, dalalarda yilqi beqishdan boshqani bilmaydi-da u. Cho'ng shaharlarda bo'ladigan gaplarni anglab boqmaganda.
Men bu shaharga texi yaqinda keldim. Bu yerda nima ishlarning bo'layotganini men nereden bilay? Bo'pti. Bu ishlani men sana so'zlab beray. Dedi haqam soyilardan biri takabburlikqa chiqib turgan talab bo'lsa. U bu bir to'p kishilar ichida hammadan yoshroq bo'lib, kiyimlarimi boshqalarnikidan yangroq va ratlik edi. Uchsig'a so'sin rangli qisqa shoyi pashmat, ko'kbo'z shim va qora xurum o'tik kiygan. Siliq taralgan uzun chachlarini xuddi esil sodalardek qizil tovar yog'liq bilan chegib olgan edi. Turib-turibla qisqa qirqilgan qop-qora burtini barmoqlarining uchlari bilan silab qo'yatdi. Ishqilib, uning tashqi ko'rinishidan ishqibozlarga xos so'lat vosiq chiqib turadi. Men sana tushuntirib qo'yay. Yaqinda Anlushan Chang'andagi Tong sulolasi o'rdisiga elchi avatib talab qo'ydi. U podshoh Tang Xuanzongning yuqori darajalik to'qili Yang Guifini va uning urug' tuqqanlarini o'rdadan qo'g'lab chiqarishni talab qildi. Lekin Tang Xuanzong buningga unimadi. Shunga Anlushan o'rdaga jazo yurish qilib, Yang Guifi bilan uning tarafdorlarini yo'qotmoqchi. Bir to'qolni yo'qotish uchun harbiy yurish qilish ketamdi. Podshohning to'qili bilan Anlushanning nima kori? Ay. Rast to'mpay nima ekansan? Anlushanmi burun o'rdada xizmat qiladi. Shu chaqlarda u ashu Yang Guifi degan oliy to'qal bilan oshnadarchilik munosabatida bo'lgan. Keyin podshoh buni bilib qilib, Anlushanni Yiroqdagi Fanyang diyoriga hiravil qilib yo'tkivatgan. Aytishlariga qaraganda Yang Guifi nihoyat chiroyli va nihoyat hilm-mekrlik cho'kankan. Podshoh Tang Xuanzong uningga bak omroqkan. Yang Guifi podshohni rosa kuydirib, o'ziga qartib olgandan keyin o'rdadagi o'ziga yoqmagan bir muncha peshqadam amaldorlarni ayblab, cheqishtirib xizmatidan qoldirgan. Anden o'zining urug' tuqqanlari va yaqinlarini o'rdadagi muhim vazifalarga qo'ygan. Hozir nurg'un amaldorlar bu ishdan norozi bo'lsa-mu, podshohdan qo'rqib gap qila olmaydi. Anlushan mana shundoq vaziyatdan foydalanib o'rdaga yurish qilmoqchi. Hozir uning qo'l ostidagi odamlar har qaysi joylarga qatnab, turk va so'g'dilarni Fanyangga berib, Anlushan qo'shiniga qo'shilishga chaqiriq qilyotdi. Endi tushundingmi, to'mpa yigit? Biroq u Anlushan nima uchun turklar bilan so'g'dilarni to'playdi? Hey, chunki Anlushanning otasi so'g'di, onasi turk emasmi? Qandaq? Biz bilan Fanyangga ketamsan? Sizlar o'zinglar qaysi toifadan bo'lasizlar? So'g'dimi, turkmi? Biz To'ng'ra qabilasidan bo'lamiz. Amsa Uyg'ur ekansizlar-ku. Shundoq, Uyg'urning To'ng'ra qabilasidan. Undaqda sizlar u yoqqa berib nima qilasizlar? Anlushanning qo'shini intayin jangovar qo'shin. Ular cho'qim g'alaba qozonadi. Ularga qo'shilsak, hargiz ziyon tortmaymiz, biyib ketamiz. Sen-mu biz bilan birga ketamsan? Yo'q. Mening bu yerda ishim bor. Hey, shuncha muhim ishmi u? Men bu yerga Inachik Toy degan bir kishini izlab keldim. Uning Odar qiz ismli bir qizimi bor. Ularmi O'rxon bo'yidan kelgan. Ularni to'limsizlar? Yo'q, to'limaymiz. Qutatmish umidsizlangan holda beshini to'van selib un chiqmadi. Budur soqolli kishi o'rnidan turdi. Yedoq, ishtoq, endi chiqayli. Endi nega borsizlar? Sayli qilamiz, tomosha qilamiz. Bu shahardan ketkicha rosa bir o'ynab olmamdoq, Hammaylar sirtqa chiqib otlarga minishdi. Qutatmishmi o'zining oq qashqiliq chilan to'riq etiga minib ularga ergashdi. Ular may ichib qizib qolgan bo'lg'achqa ko'chalarda otlarning qalaymaqan chaptirib, varqirishib tovlashib, maqsadsiz aylanib yurishdi. Qamchillarini qarsildatib, yo'lovchilarni qo'rqitib, uchirgan qiz cho'kallarni qo'g'lab, qaqaqlab kulishib yurib, oxir bir kangri maydonga chiqib qoldi. Maydonning o'ttirisida egiz ko'dirib yasalgan sahna bo'lib, atrofida odam to'lib ketgan edi.
Sahnada qandoqdir bir sayyora san'at o'migi o'yin qo'ymoqda edi. Sahnaning bir chetida sufda kimxob liboslarni kiyishgan bir to'p sozandalar chosa qurib o'ltirib, barbit, xarib, nay, dob-dumba qatorliq sozlarni mohirlik bilan yangratmoqda edi. Sahnaning o'ttirisida silva bo'yliq bir qiz usul o'ynamoqda. Qutatmish uning yangi hamrohlari otlaridan tushmasdilla sahnaga yaqin kelib turishdi. Birdam o'yin ko'rayli. Bu qiz usulni bak yaxshi o'ynaydi ekan. Yiliqi so'latvoz yigit hammadan bakrak hayajonlanib ketdi. Vah, pah. Nima degan go'zal qiz bu? Hey, qaranglar uning ko'ksiga. Bel sag'rinlari nima degan qamlashgan? Usulchi qiz haqiqatan go'zal edi. Uning egiz ko'ptirib yasalgan qiyniq qo'ng'ir chochlariga oltin zig'chilar sanjilgan. Sol cheksiga keltirib, ikki tiziqcha marvoyit esilgan edi. Uchsidagi xuddi tong shafqidek holrang tovardan tikilgan qisqa yanglik ko'ptisi avrishim badaniga yepishib, qizning tabiiy go'zalligini to'liq namoyon qiladi. Yana shundaqla holrang tovardan tikilgan uzun shimi baldan tizg'icha tor tizlardan boshlab kanay shaklida bo'lib, usulning sho'x va yenik harakatlariga toza moslashgan edi. Sahnaning atrofida to'plashib turgan ko'rurmanlar chivarlik bilan o'ynalayotgan usul harakatlardan so'qlanib, uzluksiz olqish yangratib turadi. Usulchi qiz qalamda sizib qo'ygandek qora qoshlarini o'ynatib, buloqdek balqib turgan yo'g'on qo'y ko'zlarining o'tkir qarashlari bilan ko'rarmanlarning yurak tarlarini titratib, ba'ayni afsonaviy rivoyatlardagi parisotlardek javlon qiladi. Bu sanatchilar nadin kelgan? Bu yerning odamlarga o'xshamaydi-ku. deb so'radi Qutatmish o'zining yonida turgan bir topg'ashdan. Ular Yutyandan kelgan. Yutyanliklar naqshi usulga mahir keladi. Yutyan degan qandoq ya? Topg'ashlar qo'rdanni, ya'ni xotanni yutyan deydi. Hey, qo'rdandan isil qosh tashlari chiqadi deb anglagan edim. Lekin qosh tashidanmi isil qizlar chiqadi ekan emasmi? dedi yiliqi so'latvoz yigit usulchi qizga avas bilan qarab, barmoqlarining uchi bilan qisqa qirqilgan burnini silashtirib qo'ydi. Sahnada qo'rdan usuli davomlashmoqda edi. Sho'x usul pardasiga chilinayotgan soz va go'zal qizning nazokatli harakatlari borgan sari ko'plagan tomoshabinlarni jalb qilmoqda edi. Ushtumtut yiliqi so'latvoz yigit eti bilan kishilar to'pini yerib o'tib sahnaga yaqinlashdi. Bu qo'rdonliq parizat endi mening bo'lsin. Uning haqam sayillarimi otlarini qamchilab har tarafdan sahnaga yopirildi. Ola to'pilan ko'tarildi. Tomoshabinlar qon to'kilishdan qo'rqib har yonga qechishdi. "Voyjon, qutuldinglar!" Usulchi qizning vahimalik varqirashlari hamma varang-churongni besib tushdi. Hashpash deguncha so'latvoz yigit eti bilan sahna ustiga chiqdi. Qo'rdonliq parizatni nozik belidan qamallab tutqunicha egarining oldiga elib to'g'risiga yotqizib oldi. San'at o'mikining xo'jayini bo'lg'ichi char soqolliq buvay va sozandilar qizni qutuldirmoqchi bo'lib so'latvozga esildi. Lekin boshqa to'ng'ralar ularni qamchilari bilan savab, otlariga dasitib, ularning bal va bo'yinlariga esilgan qoshtishi bo'yimlari ham pul qopchiqlarini yo'lib olg'ili turdi. Yiliqi so'latvoz itini chopturgunicha qizni elib qochdi. Boshqa bo'langchilarmi o'lchillarini qo'yinlariga tiqishib, uning kaynidan ot soldi. San'atchilar dod faryod urib yig'lab qilishdi. Qutatmish birdanning ichidili bo'lib o'tgan bu kutilmagan voqeadan dastlabda tengirqab turib qoldi. Ondan esini yig'ib olib qarasa, tomoshabinlar to'sib ketgan bo'lib, zar qoqshab nima qilarini bilmay, puti ko'ygan to'qidek paloqlab yurgan san'atchilarning orasida o'zi yolg'iz qolgan edi. U o'tiklarining o'kchillari bilan etining beqillariga qattiq naqtadi. Chilan to'riq yo'lqinib qo'zg'aldida, To'ngri qabilasidan chiqqan oshu bulangchilarning keynidan o'qdak etilib chepib ketdi. Qutatmish qiz bulangchisiga osali yetishib oldi. To'xta!
Qiz bulangchisi uningga parvo qilmadi. Qutatmish bir yonga epchilik bilan egilib, uning etining tizginidan tutib tortdi. Bulangchining eti Qutatmishning qo'lidan qutulolmay to'xtashga majbur bo'ldi. Qiz ot ustidan siyrilib yerga yiqilib tushdi. Hey, nima qilmoqchisan? O'lging keldimi? Ular ikkisining otlari bir-biriga ko'kraklari bilan so'qilib, ansiz kishnab tipirlab ketishdi. Qizni qo'yib at, qaytib kelsin. So'latvoz bulangchining qabildoshlari otlarini to'xtatib ularning atrofiga o'lashdi. Yiliqi usulchi qiz nihoyatda qo'rqib ketganlikdan chiroyi totirib, yo'g'on ko'zlari texim yo'g'on echilib ketgan holatda xuddi qopqonga tushgan kiyik bolasadek dir-dir titrab turardi. U qechib ketmoqchi bo'lib u yoqqa tamshilib boqardi. Lekin u har tomondan qo'rshab turgan otliq kishilarga qarab, yana ichinishli qiyofada jimib qoldi. Qutatmish bilan qiz bulangchisi ot ustida bir-birining yang va yaqinlaridan tartishib elishib ketdi. Boshqa bulangchilar darhol Qutatmishga etilmoqchi bo'lgan edi, ularning yiliqi budir soqolliq boshlig'i o'tirg'i chiqib, o'nlik xitob qildi. Boshqalar aralashmanglar. Ishga botur, mardlarcha ilishsin. Hammaylar o'zlarini chetga ilib, ikkisiga so'rin hozirlab berdi. Bu malamanchilikning sababchisi bo'lgan qo'rdonlik Parizat qanday qilishini bilmay tingirqab bir chetda turibla qoldi. Ikki yigit ikki yonga ayrildi. Qo'llariga qamchilarini elishib, qaytadan bir-biriga etildi. Inchki tasmalardan qattiq eshilib, puxta to'qilgan qamchilar ikki yigitning badallariga, ularning otlariga qarsildab tegishga boshladi. Mardlarcha elishish xeyli uzoq davomlashdi. Bu ko'chada yo'lovchilardan biror odam qolmagan edi. Bosh-boshdoq to'ng'ralar o'z odamiga madad berib, churqan-suran ko'tarishdi. G'ayrat qil! Ura! Beshig'i sol! Ura! Vaholanki, o'tayotgan tog'larning qor shivirg'allarida qorg'oydek mazmut chiniqib o'sgan o'rxulliq yigitni yengish undaq oson emas edi. U xuddi cho'l qoplindek olg'a etilib, kayni-kaynidan shiddatli qamchi urib, qiz bulangchisini surishga boshladi. Hammaylarning diqqat e'tibori shularga markazlashib qolganlik fursatsidan foydalanib, usulchi qiz qechib ketishga urindi. Lekin to'ng'ralar uni yana to'sib oldi. Qochma qiz, qochma! Nega borasan? Bu ikki yigitdan kim qutib chiqsa, sen shuni bo'lasan. Qizning buloqdek o'xchib turgan ma'sum ko'zlaridan oqqan mo'nchoqdek yosh tomchilari uning oq, suzuk manzillarini bo'ylab taramlab tushishga boshladi. Shu asnoda Qutatmish yakkama-yakka elishda mutlaq ustunlikni egallab, raqibiga qattiq zarba berdi. Qiz bulangchisi uzun chashliq beshiga qamchi yeb, ot ustidan yiqilib tushdi. Usulchi qiz haddidan ortiq qo'rqib ketganlikdan as-hushini yo'qotgan holda chirqirab ketdi. To'ng'ralardan ba'zilar buradirining mag'lub bo'lganligiga chidab turolmay, qilishlarini yalang'ochlab o'tirg'i chiqqan edi, budir soqolliq kishi ularni yana to'xtatib oldi. Onaga chiqilmanglar. Bir odamga ko'p odam hujum qilish o'g'il bolaning ishi emas. Amsa qizni qanday qilamiz? Budir soqolliq kishi uningga javob qaytarmasdan Qutatmishga murojaat qildi. O'g'il bola ekansan. Biz bilan birga ketsan bo'lmamdi. Qutatmishning so'l taraf peshonasi qamchining zarbasidan yerilib, qosh va qopoqlarda qon uyib qolgan edi. U beshidagi yeshil shoyi yog'liqini qo'liga ilib, qon dog'larini surtdi. Yo'q, men o'z odamlarimni tepishim kerak. Undaq bo'lsa, bu qiz sening bo'ldi. O'z yo'lingga ketaver, Batur yigit. So'latvoz bulangchi yiqilib tushgan yerdan qo'pdida beshidan qon eqib turganiga qaramay Qutatmishga yana etildi. Budir soqolliq kishi uni qamallab tutqunicha so'rashtirib bir chetga elib ketdi. Faqat shuningdan keyinla Qutatmish qamchisini kameriga qisturdi va etini devitib, qo'rqib chiroyi o'ngib ketgan usulchi qizning oldiga keldi. Etimga menga ishong. Usulchi qiz yo'qtab asabiylarcha vorqirganicha ko'cha bo'ylab qochdi. Qutatmish uning keyindan qo'g'lab yetdi-da, abchillik bilan egilib, beliki bilan uning qo'ltiqidan qamallab elib, otning oldiga o'ltirg'izib oldi.
O'g'ri besilmagan chilan cho'ruq at uchqandek chapqan peti ularni heliqi sahna qo'pirilgan maydonga elib keldi. San'at o'mikidagilar poybedak bo'lib, qutuldiringlarda varqirishib, har tarafga yugurib, oxir qilich va gurzilar bilan qurollangan bir to'p tabg'achi yoylarni boshlab kelishgan edi. Dal shu chaqda Qutadmish bo'lib ketilgan usulchi qizni otning oldiga elib maydonga kirib keldi. San'atchilarmi, yoylarmi ishning tegi taktini uqmay dong qaytib turib qolishdi. Qutadmish qizni ot ustidan ovoylab yerga tushirib qo'ydi. Yoylar qilich va gurzilarni ko'tarishib Qutadmishni qorshib oldi. Otdan tush! Nima odamsan? Usulchi qiz oram deganda esini yig'ib oldi va yugurib kelib yoylarning oldini to'sdi. "Onaga chiqilmanglar. Bu yigit meni qutuldirib qoldi." San'at o'mikining char saqolli xo'jayini qizning yeniga kelib so'radi. Bu nima ish Aytolon? Bu kim? U seni qanday qutuldirdi? Bu yigit hiliqi la'nati buloqchi bilan birga bir elishib, meni qutuldirib keldi. Ismingiz Aytolonmi? Ha. Chiroyli ismingiz bor ekan. San'at o'mikining xo'jayini Qutadmishga qarab, to'vanchilik bilan iltijo qildi. Marhamat qilg'aysiz Batur yigit. Bizda mehmon bo'ling, tonishayli. Qutadmish otdan tushdi. Yoylar ketdi. San'at o'mikining barliq a'zolari yig'ilib kelib, Qutadmishni qorshib oldi. Uning ba'zilari hurmat tuyg'usi bilan, ba'zilari qiziqish nazari bilan uningga ko'z tikatdi. Sahna qo'pirilgan maydonga chiqadigan bir tor ko'chada darvozasi qora sirlangan chaqqang'ini bir ho'yli bo'lib, mazkur sayyora san'at o'miki shu ho'ylidagi chidir shakllik o'gzillarga kahish yotqizilgan bir necha ig'iz oddiy uyni ijaraga olgan edi. San'at o'mikining xo'jayini Qutadmishni o'zlarining shu vaqtliq turalg'usiga boshlab keldi va chetdagi bir ig'iz kichik uyni uningga bo'shtib berdi. Sizmi bizga o'xshashlar musofirkansiz. Ma'qul ko'rsangiz, biz bilan mushiyada birga turing. Ma'qul. Men mo yolg'izchilikning dardini xeyli tortdim. Sizlarga hamroh bo'lay. Shuning bilan u o'makning otlarini beqib, horvillarini jo'ndab, ig'ir yenik ishlarga hamkorlashib, bir necha kunni o'tkazdi. San'atchilar sayyora o'yin qo'yganda u tartib saqlash ishlariga mas'ul bo'ldi. O'mak xo'jayini uning shuncha astoydillik bilan tirishib ishlashiga qarab mamnun bo'lgan holda beshini irg'itdi. Bu oq ko'ngil, samimiy yigitgan. Holbuki, o'maktiklardan Qutadmishga hammadan bakrak diqqat qilayotgani usulchi qiz Aytolon edi. Ta'limga Tangrim Qutadmishni uchratmagan bo'lsa, u la'nati bulanchilar meni nima qilib yetadikin? Qarasam, bu Qutadmishning hamma ishlaridan, hatto chiroy turqidanmi yaxshiligi chiqib turadi. Vijdonliq, oq ko'ngil yigitgan. Shuningdan keyin bu qiz hamisha Qutadmishga yaqin yuradigan bo'lib qoldi. Fursat chiqsa, Qutadmish bilan uni buni deb paranglashadi. Uningga har bir qaraganda cho'qim illiq kulimsiraydi. Qutadmishmi qo'lidan kelishicha uningga mehribonlik ko'rsatib, uni xush qilishga tirishadi. O'mak xo'jayini ular o'tirsidagi bu xil munosabatga bo'libmi Aytolonning o'zini tutishida ko'rilayotgan o'zgarishlarga diqqat qildi. Bir kuni u Qutadmishni yeniga chaqirdi. Bu yoqqa kelgina o'g'lim. Biz Qo'rdandan bu shaharga kelganimizga 3-4 oy bo'lib qoldi. Bu yil qishni o'tkazib olsak, ko'klam kelishi bilan qaytamiz. Senmi biz bilan Qo'rdonga ketgan. Qo'rdanmo cho'ng, go'zal shahar, ko'nib ketsan. Yaxshi ko'nglingizga rahmat, hurmatli xo'jayin. Lekin men Inachiktoy bilan Odar qizni topmasam bo'lmaydi. Men sizga bu gaplarni so'zlab bergan-ku. Menga qara, Qutadmish. Aytolonning sana ko'ngli bor. O mening asrandi qizim. Uning o'z ota-onasi o'lib ketgan. Men uni 8 yosh vaqtida beqib olgan edim. Men uni o'z qo'lim bilan tarbiyalab, usulchi qilib yetishtirib chiqdim. O bakmi ko'ngli yumshoq, yaxshi qiz. Keyincha o'zingmi bilib qolasan. Ishkinglarning beshinglarni qo'shib qo'yay, ha?
Ras. Aytolun yaxshi qiz. Biroq mening o'zimning so'ygunim bor. Adar qizni hargiz tashlab Xo'jayin ortiq gap qilmadi. Alam bilan beshini chayqab neri ketdi. Ushtum tut Qutatmishning orqa tarafidan Aytolunning o'tliq nidasi anglandi. Qutatmish! Qutatmish cho'chib keyniga burildi. Aytolunning shahlo ko'zlarida suzuk yosh tamchilari yaltirab turardi. U o'makning mol-mulki to'shiladigan soyavallik yo'g'on ko'tak horvining keynida o'ltirib, xo'jayin bilan Qutatmishning so'zlarini anglab qolgan edi. U Qutatmishning oldiga keldi. Qutatmish, siz meni yaratmamsiz. Siz men bilan baxtli bo'lolmamsiz. Undaq emas Aytolun. Sen bak chiroyliq, bak yaxshi qiz. Sening qo'lingni tutgan odam baxtli bo'ladi. Men seni tushunaman. Biroq senmi meni tushunishing kerak-da. Men ashu adar qizga tang bo'lolmadim. Siz uningdan zodi kecholmamsiz. Kecholmayman. Ketsam hargiz bo'lmaydi Aytolun. Oradan bir pas jimjitlik hukm surdi. Ikkisi bir asnogacha bir-biriga tinsiz qarashib turib qoldi. Andin Aytolun keyniga burildi-da, yugurgunicha o'z hujrasiga ketdi. Qutatmish parishonlikka cho'mdi. Tushuniksiz bir xil horg'inlik, tushkunlik uning yuragini mujib, vujudini ig'irlashtirdi. Uning ko'zlari oldida Adar qiz bilan Aytolunning shuncha go'zal, shuncha suyumlik siymolari aks etdi. Bu siymolar o'zaro almashib, guralishib suratlanishga boshladi. Uning xuddi davolg'ib, tinimsiz o'rkashlab yiqiyotgan bahorning toshqin suvlaridek tinchlikni yo'qotgan qalbiga Adar qizga bo'lgan sig'inish tuyg'usi bilan birligini Aytolunning ashu go'zal va hasratlik qiyofatidan kelayotgan illiq iqim singib kirishga boshlagan edi. Sevgi va do'stlik, odamgarchilik hissiyotlari qo'shilib, yo'g'rilib, yana qandoqdir bir xil tushungili bo'lmaydigan murakkab, azobli iqillarni hosil qiladi. U ko'tak horvining yinidagi yog'och bandinga o'ltirdi. Lekin o'ltirg'isi kelmay qopib ketdi. Hujramga kirib yotaymi ya? deb o'yladi, lekin yotqisi kelmadi. Shuning bilan u beshigarang bo'lgan holatda o'ylidan talog'i chiqdi. Ko'chaning u beshida uzun qora chapon, qora posma kiygan bir yashangan kishi atrofiga odam o'lashtirib, nimalarni da'vatlatdi. Qutatmish qadamlarini so'rab, asta mog'inicha shu yerga bordi. Qarasa, yiliqi qora chaponliq kishi aslida mengisi ilishib qolgan savdo ekan. Kiyinishidan qaraganda uning xeyli holliq oiladan ekanligi ko'rinib turadi. O'lishib turgan kishilarning ba'zilari bu savdoyi bovayning tog'dan bog'dan so'zishiga qiziqib o'ngviqib turishadi. Ba'zilari uningga echingan holda boshlarini chayqaydi. Hey, bu bechoraga bakli uvol bo'ldi. Oz to'la yemaklik, mis yarmoqlarni berayotgan kishilar ashundoq deyishadi. Qutatmish sadiqa barguchilarning orasida turgan bir so'g'di kishidan so'radi. Bu nim bo'lgan odam? Hammanglar uningga boshqacha ko'ngil bo'ldi-kansizlar-ku. Yo'l kim xopton kiygan so'g'di ahvolni tushuntirdi. Bu kishi asli tijorat bilan shug'ullanadigan do'kondor edi. Yaqinda bir bulanchi uning yolg'iz o'g'lini o'ldirib o'tib, barliq oltin kumushlarini bo'lib ketdi. Shundan keyin bu bechora mana mushundoq bo'lib qoldi. Shu asnoda savdoyi bovay tuyuqsizdan talvilarcha etilib kelib, ikki qo'li bilan Qutatmishning yoqsig'i esilib, ko'zlarini qo'rqinchli chekchaytgan holda varqirab ketdi. Senmi Uyg'urmi? O'g'limni o'ldirib, oltin kumushlarimni bulab ketgan hayvonni tepibma. O'ma sana o'xshash qansharliq, ko'zi yo'g'on Uyg'ur edi, uni tepibma. Qutatmish tamtirab qoldi. U Xanzuchini bilmaydi. Shunga buvayning nima da'vat qilganini tushunmadi. Yiliqi so'g'di uni savdoyi buvayning qo'lidan ajratib oldi.
O nima deydi? Onunga ziyonkashlik qilgan bulanchi Orxon tarafdan kelgan bir Uyg'ur edi. Qutatmish sagiklashdi. Siz u bulanchini ko'rganmi? Uni tanimsiz? O mal'un qotil mushu bechoraning ishki ig'iz uyni ijaraga elib o'ltirgan edi. Uni har kuni ko'rib turatdim. Menmo bu bechoraning qo'shnisi. Shu bulanchining ismini bilamsiz? Ha, uning ismi Masmadar. Go'yoki Qutatmishning beshig'i osmon o'rilib tushgandek bo'ldi. Uning yuragi qattiq so'qib, kekirdigiga bir narsa kaplashib qolgandek bo'ldi. Masmadar? Dedi u tamoman o'zgarib ketgan bo'g'iq ovozda. Uni tanimsiz? U Masmadar degan mal'un. Bu yerda kim bilan turgan? Bir bo'vay bilan bir yosh qiz bormidi? Ha, to'g'ri. Inachtoy ismli bir bo'vay bor edi. Yana uning qizi, o qizning ismi nima edi? Odar qizmi? To'g'ri, Odar qiz. Endi esimga keldi, Odar qiz. Ular nega ketdi? Hey, sen o'zing nima odam? Ular bilan nima aloqang bor? Bu yerga yig'ilgan boshqa kishilarning hammasi topg'ash bo'lg'achqa, hech kim ularning so'zlarini tushunmadi. Ularga diqqat qilmadi. Qutatmish bekorga quruq so'z, quruq tuhmatga qolmay deb o'ylab, so'g'digan ishning rostini tushundirdi. Masmadar meni o'ltirmoqchi bo'lib, maqsadini amalga oshira olmadi. Ondan u mening so'yginim Odar qizni ilib qochdi. Men Orxon diyoridan otoyitin shularni izlab keldim. Masmadardan o'chimni ilib, Odar qizni qaytirib ketmoqchiman. So'g'di endi tushundim deganini bildirib beshini irg'itdi. O Masmadar degan bak yovuz nima ekan? Qutatmish umid va yelinish ma'nolari singan ko'zlari bilan So'g'diga tikilib qaradi. Ular hozir nada? Nega ketdi? O'tinib qolay. Menga rostini aytib bering. So'g'di endi Qutatmishga ishongan edi. Shunga o'zi biladigan gapni yoshirmay aytib berdi. O Masmadar degan bulanchi bizning mahalladagi o'ziga o'xshash bir necha oliqanot So'g'di yigitlar bilan birlashib olib, Aloshaning qo'shiniga qatnashimiz deb yurishgan edi. Anglasam, ular shu maqsadda Fanyang diyoriga ketibdi. Masmadar ashu bechora bovayning o'g'lini o'ltirib, oltin kumushlarini bo'lgan kunili yo'qoldi. Bizning mahalladagi heliqi oliqanot yigitlarmi shu kunilar yo'q bo'lishdi. Inachtoy bilan Odar qiz uni shuncha vahshiyligini ko'rib turib, yana Fanyangga ketishga unuganmidi? So'g'di buni bilmayman deganini qilib, mo'rillarini qisib un chiqmadi. Qutatmish uning qo'lini mahkam qisdi. Rahmat sizga. Qo'rdonliq san'atchilari Qutatmishning jiddiylashgan turqini ko'rib, uningga savol nazari bilan qarashdi. Qutatmish udol mang'inicha o'mak xo'jayinining hujrasiga o'qdek etilib kirdi. Xo'jayin kong ustida orom elib yotgan edi. Nima bo'lding? Chiroyi o'zgarib qo'rqinchli tus olgan Qutatmish xo'jayiniga tikilganicha eshik tubida to'xtab qolgan edi. U go'yoki qandoqdir bir g'oyat zo'r baloyi qazo ichidan qutulib chiqqan odamdek, yoki yiroq yo'ldan to'xtamay yugurib kelgandek, cho'nqur tiniq elib gap qila olmay turadi. Xo'jayin yotgan yeridan qo'pib, chasa qurib o'ltirdi. Ha, nima bo'lding? Kela, bu yoqqa kelib o'ltir. Xo'jayin, men ketadigan bo'ldim. Nima? Nima deding? Ketadigan bo'ldim demsan? Nega ketsan? Qutatmish o'zini tasdi besib olib, imkon qadar tamkinlik bilan so'zlashga tirishdi. Inachtoy bilan Odar qizning derkini oldim. Ular Fanyang degan yerga ketibdi. Endi menmi Fanyangga berib, ularni tepishim kerak. Mundaq degan. Shundaqdimi oldirma. Bu yoqqa kelib o'ltira, maslahatlashaylik. Qutatmish konga chiqib uning yiniga o'ltirdi. Yiliqi So'g'di kishidan anglaganlarini birma-bir so'zlab berdi. Bo'pti amsa, bog'in. Biroq Fanyangga qandoq bordiganligini bilamsan. Sen u taraflarga berib baqqanmi? Yo'q, berib baqmagan. Xalqdan so'rab tepib olmadim. Unda qilsangmi bo'ladi. Lekin eng yaxshisi
Fanyang diyoriga boradigan odamlarni topayli. Shuncha vaqtdan bu shaharda turding. Endi yana 1-2 kun ortiq turaversang, hech nima bo'lmaydi. Shuningdan keyin xo'jayin bilan Qutatmish hovlidan birga chiqdi. Xo'jayin Qutatmishni o'zi taniydigan bir necha kishilarning uylariga, do'konlarga boshlab bordi. Hamma yerda Fanyangga boradiganlar bormi deb surishtirdi. Oxir kech kirgan mezgilda ular Fanyangga qatnaydigan bir so'g'di savdogarni topdi. 2-3 kundan keyin yo'lga chiqamiz. Fanyangga bug'doy, qo'noq, teriq to'shiymiz. U yerda hozir ochliqning bozori ishtik bo'lib o'tadi. Eravul Anlushan joy-joylardagi zimindor va savdogarlarni harakatlantirib, keng ko'lamda ochliq jug'lab o'tadi. Yaxshi bo'ldi, boy savdogar. Mana bu yigitni karvoningga ilib olgin. Uni qo'riqchi chavandoz qilsangmi, ot to'gillaringni boqadigan chakar qilib olsangmi bo'ladi. Qanday ish qilsangmi yaraydi. Cho'qim rozi bo'lasan. Savdogar etining tizginidan tutib turgan Qutatmishga boshdan oyoq sapsilib bir qarab oldi. Ma'qul, olsam olay. Eti borkan, yana qilich, xanjarlarmi borkan. O'zimni xeyla qavul, bejirim ko'rinadi. Ishlashni xolisa, osh tamoqi mendan bo'ladi, lekin uningdan boshqa ish haqi bera olmayman. Qandaq? Menga hech narsa kerak emas. Faqat Fanyangga berib olsammi bo'ldi? Ams kelishdik. Savdogar bundaq bekorga ishlaydigan ahmoqni topganidan xush bo'lib, darhol ma'qul bo'ldi. Aytgandek, So'qdi savdogar bilan kelishib 3-kuni saharda oq ko'ngil qo'rdonliq san'atchilar Qutatmishni uzatib chiqdi. O'mak xo'jayini Qutatmishni bag'riga mahkam besib, ching quchoqladi. Oq yo'l bo'lsin, o'g'lim. Qutatmish Oyto'lunning oldiga keldi. Oq yo'l bo'lsin. Shu topda Qutatmishning Oyto'lunga nurg'un yaxshi gaplarni qilg'usi keladi. Lekin har qancha o'ylasam-u, har qanday gap o'zining ko'nglidagi yaxshi niyat, samimiy tilaklarini aynan aks ettirib bera olmaydigandek tuyuladi. U Oyto'lunning shuncha go'zal, shuncha miskin ruxsariga qarab bir asnogacha sukut qilgandan keyin ostag'ina uning peshonasiga birni so'yib qo'ydi. Xuddi singlisini so'ygan kuyimchan oqsidek mehribonlik bilan so'yib qo'ydi. Biz yaxshi do'st bo'lib qoldik. Muqaddas ruhlar yo'limizni bir qilsa, keyin yana ko'rishib qolamiz. Aman bo'lgan Oyto'lun. O'may onamiz baxtini bersin. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Tarhat Jilanning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar.